Bilarmidingiz? Ayrim futbol stadionlarida maydondagi o't bo'laklarga bo'linib, ishlatilmaydigan payti butunlay yer ostiga yashirib qo'yilishini tasavvur qiling. Haligina oddiy futbol maydoni bo'lgan joy bir necha daqiqada havoda turgan basketbol maydoni yoki tennis kortiga aylanadi. Shu orqali stadiondan foydalanish imkoniyati bir necha barobarga oshadi. Bunday transformatsiyalanadigan maydonni loyihalashda o't bir necha qismga ajratiladi. Har bir qism ostida 1,5 ming tonna og'irlikka ega ulkan platforma bo'ladi. U platforma o'tni gorizontal holda siljitib olib yuradi. Maydon chetida esa to'g'ridan-to'g'ri pastga tushuvchi lift shaxtasi ishlangan. O't u yerga tushishi bilan lift mexanizmi uni ushlab, asta-sekin yer ostiga tushiradi. Bu jarayon takrorlanaveradi va oxir oqibat butun maydon o'ti yer ostiga g'oyib bo'ladi. Eng ajoyibi, pastda o'tni parvarish qilish uchun to'liq sistema o'rnatilgan. Suv sepish, sun'iy quyosh nuri, barchasi o't doim yashil va tirik qolishi uchun. Kerak bo'lganda esa bitta tugmani bosish bilan maydon yana yuqoriga chiqib, o'yinga tayyor holga keladi. Endi savol, sizningcha bunday texnologiyali stadionlar kelajakda oddiy maydonlarni butunlay almashtirib yuborishi mumkinmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.